Rasululloh shukur yiqilib tushganida shayton baqirdi. Muhammad o'ldi deb. Shunda ayrim sahobalar o'tirib qoldi. Ayrim birlari qilichlarini tushirib oldi. Mus'ab ibn Umayr esa Muhammad o'ldi degan xabarni eshitganidan keyin yolg'on xabarni "Va ma Muhammad illa rasul qad xolat min qablihi rusul" dedi. Muhammadki bir payg'ambar xolos, undan avval ham payg'ambarlar o'tgan dedi. Mana shu paytda bayroqni ushlab turar ekan, mushriklardan biri kelib, qo'liga urdi, qilich bilan qo'lini uzib tashladi. Boyagi so'zini takrorladi. Muhammad bir payg'ambar xolos. Undan avval ham payg'ambarlar o'tgan. Ikkinchi qo'liga oldi, ikkinchi qo'liga zarba berildi, ikkinchi qo'lni ham uzib tashladi. Ana shu qo'lidan chopilgan qo'lidan qolgan narsa bilan bayroqni quchoqladi, uchinchi zarba u kishini shahid qildi, yerga yiqildi. Mus'abul Xoyr shahid bo'ldi. Mus'abul Xoyr Rasulullohning elchisi shahid bo'ldi.